Xush kelibsiz azizim. Men bilasizki, har bitta meditatsiyalarimda faqat meditatsiya uchun emas, terapevtik praktika mashq sifatida o'tishini xohlayman. Chunki ularda kuchli ta'sir qiluvchi texnikalar ishlataman, terapevtik texnikalar. Lekin ular juda ham sizga xavfsiz, bemalol bajarishingiz mumkin. 7 kun davomida bajarib, yangi hayotingizga restart beramizmi? Marhamat, qani ketdik. Yangi hayotingiz muborak bo'lsin. Endi esa azizim, o'zingizga qulay joy yopib oling. Shunaqa sokin joy bo'lsinki, o'zingizni xuddi iningizda o'tirganingizdek his qiling. Va chuqur nafas olishni boshlang. Eng zo'r nafas olish praktikasi bu 4, 7, 8 texnikasi bilan ishlash. Nafas oling. 4 soniya nafas chuqur oling. Nafasingizni 7 soniya ushlab turing. Va 8 soniyada chiqaring. Buni erinmasdan, sekin-asta bajaravering. Qanchalik chuqur bajarsak, shunchalik programmamiz ongozimizga tezda o'rnashadi va amalga oshishni boshlaydi. Yana nafas oling. Nafasingizni ushlab turing. Shoshmang. Va nafas chiqaring. Endi uchinchisida bor kuchingiz bilan o'pkangizni to'ldirib, qorinni pastidan boshlab nafas oling. Ushlab turing. Endi nafasimizni chiqaramiz. 8 soniya davomida oxirigacha pastki qorin qismingizga og'irlik hissi borguncha, bosim hissi borguncha nafasimizni chiqaramiz. Yana bir marta shunday. Nafasingizni chiqaring. Sekin-asta boshlaymiz, yana nafas bilan davom ettiring. Har bir nafas tanangizdagi taranglikni eritmoqda. Bu vaqt faqat siz uchun. Siz bu vaqtni o'zingiz uchun ajratdingiz. Endi bo'shashing. Butun badaningiz yumshasin. Tanangizni erkin qo'ying. Yelkalaringizni erkin qo'ying. Endi e'tiboringizni past qorin qismingizga qarating. Eng pastki qismiga qoriningizni. Hayot markaziga qarating. Bu joy sizni ildizingiz, kuchingiz, hayotdagi barqarorligingiz joylashgan joy. Nafas oling. Har nafas olganda ichingizga past qorningiz kengayadigan qilib nafas olamiz endi. Va nafas chiqaring. Chiqarganingizda past qorningiz yumshaydi. Nafas olganda qorningiz shishadi pastdan, chiqarganda past qoringiz yumshaydi. Va bu hududda iliq, qizg'ish nur yonmoqda. Bu nur, bu sizning kuchingiz. Bu sizni kuchingiz o'zingizga qaytmoqda degani. Hayot kuchingiz. Bu nurni his eting. Endi ozgina bloklarimizni eritamiz. Va balki hozir yoki birozdan so'ng tanangizni ichida juda mayin bir oqim uyg'onadi. Uyg'onayotgandir u allaqachon. Siz hech narsani majburlamaysiz, shuni unutmang. Men ham majburlamayman. Buni ruhingiz o'z xohishi bilangina qiladi. Faqat unga ruxsat berasiz. Ruxsat bering.
Ba'zan odamlar ichki himoya devorlari tushayotganda beqarorlik yoki kuchsizlik sezadilar va bu tabiiy hol, bu yomon emas. Bu yangidan tug'ilish jarayoni. Balki hozir butun insoniyatda bo'layotgan jarayonlardan biridir, shu qatorda bizda ham. Balki siz ham hozir aynan shu jarayondasiz. Endi ozgina yengil ritm bilan boshlaymiz. Tasavvur qiling. Bu miyangizdagi stress markazlarini tinchlantiruvchi ritm. Tasavvur qiling, ichingizda yengil bir nur chizig'i badaningizni chap tomonidan o'ng tomoniga, o'ngdan chap tomoniga o'tmoqda. Bu haqiqiy harakat bo'lishi shart emas, faqatgina yengil hisni o'zi yetadi. Endi shu oqimni his qiling. Chap, o'ng, yana chap, yana o'ng. Bu oqim miyangizni muvozanatlaydi, tanangizni tinchlantiradi. Bu hozir hayotga qaytish yo'lingizni ochmoqda. Endi tasavvur qiling, yoningizda mehribon ona timsoli turibdi. U balki o'zingizni onangiz, balki shunchaki mehribon deb bilgan ona timsolingiz. Uni energiyasi juda ham muloyim, issiq, iliqqina taftli, xavfsiz. U sizga yaqinlashdi. Yelkangizga qo'lini qo'ydi. Bolam, men seni ko'rayapman. Men seni yaxshi ko'raman. Men senga ruxsat beraman. Sen har tomonlama yaxshi bo'lishga loyiqsan. Hayotingni har jabhasi gullab yashnashiga loyiq. Bu so'zlar yuragingizga singmoqda. Tanangiz yumshayapti. Ha, chunki siz sevgiga loyiqsiz. Endi yoningizda ota timsoli paydo bo'ldi. Uning energiyasi sokin, kuchli. U sizga tayanch, hayotingizdagi tayanchdir. Va otangiz oldingizga keldi. Ko'zingizga qarayapti va shunday deyapti: Bolam, bolajonim, men senga ishonaman. Sen kuchlisan. Sen qila olasan. Sen tanlagan yo'lda men har doim orqangdaman. Senga chunki ishonaman. Bu so'zlar ichingizda jaranglayapti. Va badandagi bo'g'inlaringizga kuch kirayapti. Qalbingizda qanaqadir o'z hayotini tanlay oladigan, yo'nalishini tanlay oladigan bir his paydo bo'lyapti. Endi bu yerda erkak va ayol energiyamizni balanslab ketamiz. Endi tasavvur qiling. Yuragingiz oldida ikkita nur ko'rinmoqda. Chap tomonda ayollik, yumshoq, mehribon nur. O'ng tomonda erkaklik, kuchli, barqaror nur. Nafas oling.
Mana shu ichingizda, qalbingizda shu ikkita nur bir-biriga yaqinlashdi. Nafas chiqaring. Ular uyg'unlashdi bir-biriga. Bir-biriga shunday bog'lanib ketdiki, yaratganimni Rahmon va Rahim, in va yan kabi bog'lanib ketdilar bir-birlariga. Bu uyg'unlik sizni haqiqiy kuchingiz. Chunki yumshoqlik bu aslida haqiqiy kuch. Qabul bu aslida harakatni boshlangichi. Sevgi bu aslida yo'nalish. Qachonki qalbingizda sevgi uyg'onadi, siz hayot yo'lingizni tanlay olasiz. Endi oldingizda oq, yorug', nurli yo'l ochilganini tasavvur qiling. Bu sizni yangi hayotingiz. Ha, siz shu yo'lga birinchi qadamni qo'yasiz. Ayting o'zingizga, men hayotga qaytyapman. Men uyg'onyapman. Men kuchliman. Men yo'ldaman. Men buni qila oldim. Va chuqur nafas oling. Va nafasingizni chiqaring. Ushbu energiya sizni kun davomida qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu meditatsiya sizni kun davomida endi orqa fonda ong ostingizda shifolab boradi. Ushbu shifo imkonini bizga bergan, yaratgan egamga cheksiz minnatdorchilik bildiring. Endi sekin menga qaytishingiz mumkin. Bu meditatsiyada men bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Yangi hayotingiz, yangi boshlang'ichingizga xush kelibsiz.